Assalomu alaykum hammaga. Mana bugungi darsimizda SQLdagi case shartli ifoda mavzusini ko'rib chiqamiz. Shartli ifoda nima deydigan bo'lsa, bu xuddi Excel'dagi agar bu qiymat bunday bo'lsa, bunaqa natija qaytar, bu bunday bo'lsa, bunaqa natija qaytar degandek. Buni keling misollarda ko'rib tushunamiz. Aytaylik, mana o'quvchilar bo'yicha yozadigan bo'lsak, 90 balldan yuqori bo'lsa a'lo deb, 70 va 89 orasida bo'lsa yaxshi, 70 dan kichik bo'lsa qoniqarsiz degan kategoriyalarga bo'lib ber desak, mana shu case degan statement deyiladi, o'shani ishlatishimiz kerak bo'ladi. Endi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, biz endi oldin Notion'da yozardik, endi saytimizni o'zida yozamiz. Saytimiz haqida ham biroz aytib ketay. Mana shu Ustoz Mahmudov loyihasida hamma SQL darslarimizni ko'rib chiqishingiz mumkin. Bunda xudo xohlasa hali Python bo'yicha Microsoft umumiy o'zi kompyuter savodxonligi, data analitika hammasi bo'yicha ma'lumotlarni shu yerdan topishingiz mumkin. Endigi darslarni ham mana shu saytimizda ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Notion'ni endi bu yoqqa ko'chirdik. Xullas, case'ni ko'rib chiqamiz. Uni sintaksisi quyidagicha: case yoziladi, when deb shart beramiz, shartdan keyin then deb yozib natijasini beramiz. Bunda case degan o'sha shartni boshlanishi, end esa tugashi hisoblanadi. When deganda shartimiz bo'lsa, shart yozilgani, shartdan keyin nima bo'lishi va oxirida agar mana shu shartlar bajarilmasa else nima bo'lishini yoziladi, end bilan tugatiladi. Keyin case'ni turlari bor. Keling oldin biz birozgina razminka qilib olaylik kod bo'yicha. Demak, biz mana shu Microsoft SQL Server Management Studio dasturiga kiramiz. Bizni CSDB degan bazamiz bor edi. Oldingi darslarda havolasini bergandim. O'shani use qilib execute qilib olamiz va ishimizni boshlaymiz. Birinchi navbatda oldin tablitsamizni ko'rib olaylik, nimalar olishimiz mumkin. Bizda mana bunday tablitsamiz bor. Bunda sales orders degan joyda har xil ma'lumotlar bor va bu yerda savdo bo'yicha bor. Ya'ni sales degan 10 ta savdo, 60 ta savdo, 50 ta savdo. Mana shu bo'yicha keling biz o'zimizga kerak faqat order ID bilan sales qoldiramiz. Unda mana bu kodga yozgan bo'lamiz. Buni o'rtaroq qilamiz chiroyli bo'lishi uchun. Endi bizga topshiriq berilyaptiki, savdo miqdori bo'yicha savdolarni yoki mana shu buyurtmalarni bir nechta kategoriyaga bo'l deyapti. Bunda e'tibor qiling, bizga shart berilyapti. Yuqori deyilyapti, 50 dan ko'p bo'lsa, ya'ni mana bu 50 ham kirsa 90, 60 mana bular yuqoriga kirishi kerak. O'rtachada 20 va 50 oralig'ida bo'lsa, kam degan 20 dan kamlariga mana shunday kategoriya berishimiz kerak ekan. Buni qanday amalga oshiramiz? Buni tayyor kodi bor. Keling buni birgalikda siz bilan yozamiz. Buning uchun buni o'chiramiz va boshladik. Birinchi o'rinda select deymiz. Hozircha all from, demak sales nuqta orders degan tabletsamizdan edi va buni ishga tushirib olamiz va bunga yozamiz. Orders ID kerak hozircha bizga va sales kerak. Mana shu ikkitani ishga tushirib va tepadagi shartni alohida bitta yozib chiqamiz. Buning uchun salesdan keyin virgul qo'yib case yoziladi. Case bitta probel tashlaymizda when deymiz. Sales katta bo'lsa, xohlasangiz bunga bunday qo'yib ketishingiz ham mumkin. Katta bo'lsa 50 dan then yuqori. Men hozir yuqori deb mana shartni ko'rib chiqyapman. Ya'ni mana yuqori berish kerak, 50 dan yuqori bo'lsa. Aytyapman sales 50 dan yuqori bo'lsa, yuqori so'zini yozib ber. Xuddi shuni nusxalaymiz yoki qaytadan yozamiz. Sales between deymiz, ikkita oraliq berganimiz uchun. Between 20 va 50 bo'lsa, then o'rtacha. Endi o qilmadim chunki bilamiz masala bo'lib ketadi. Va bundan boshqa holatlar uchun kam deganni beraver deydigan bo'lsak, else ishlatamiz. Else deymiz. Kam. Va case'ni tubiga end deymizda, bu tablitsamiz nima nom bilan bo'lsin? Ya'ni hozir mana yonida tablitsa ochiladi. Bunga kategoriya desak bo'ladi. Kodni ishga tushiramiz va bir chekkadan tushunib olamiz. Endi qarang, biz nima qildik? Case deyapmiz. Ya'ni biz aytyapmizki, mana shu shartli ifoda boshlanadi deb SQL ga aytyapmiz. Keyin yozyapmiz when
sales 50 dan yuqori bo'lsa, then deyapmiz yuqori so'zini chiqarib ber. When deyapmiz sales 20 va 50 oralig'ida bo'lsa, o'rtacha yozib ber. Undan tashqari holatlar uchun, ya'ni undan tashqari qanday bo'lishi mumkin? Aytaylik, mana bu salesimiz 5000, 10000 bo'lsa ham yuqori beriladi. Chunki biz 50 dan bu diapazonni berib bo'ldik. 20 va 50 oralig'ini berdik. Endi bizda qoladi 20 dan kamlari qoladi. Ularga kam degan mana shu shart beriladi. Buni yozmasak ham bo'ladi, lekin tavsiya qilinadi buni yozish kerak. Chunki siz bilib bo'lmaysiz, ma'lumotlaringiz ertaga o'zgarsa, qaysidir diapazon tushib qolinadi. Va undan so'ng biz case tugatildi, end degan so'zni beryapmizda va mana bu ustunimiz nomi nima yozilishini yozdik, kategoriya dedik va kodimizni ishga tushirdik. Shunda bizda hosil bo'ldi, mana qiymatlardan kelib chiqib, qandaydir kategoriyalarga bo'lib oldik. Bu case bo'yicha eng oddiy tushunchalardan biri edi. Endigi ko'radigan joylarimiz, case'ni ikki xil holati bor. Buni hozir biz mana bu joyini ko'rdik. Search case degani bor, ya'ni izlanadi. Mana bu qiymatdan kelib chiqib, a'lo, yaxshi deganda biz bu boya savdo bo'yicha buni yozdik. Bu search key. Ikkinchisi esa simple key degan bor. Uni ham hozir bitta ko'rib chiqamiz. Uning uchun mana men hozir sizga ko'rsatib beradiganim bitta tablitsamiz bor edi, o'shani ishga tushiramiz. Aytaylik, mana bunday tablitsamiz bor. Tabletsamizda bizda mana bu jins degan joyiga MF deb yozilgan. Bu inglizchada male, female degani. Bizni o'zbekchada yozsa erkak, ayol deb yoziladi. A deb yozilishi mumkin. Uni agar yoyib yozadigan bo'lsak, mana shu simple case bo'ladi. Bu endi nazariya, buni joy eslab qolish shart emas, chunki buni yo'l-yo'lakayiga uy ishlarini qilish davomida ko'ramiz. Bu shunchaki rasmiyatchilik uchun buni ko'rib chiqdik. Mana bu yerda aytganimda male bo'lsa erkak degan yozuvni bersak bo'ladi, female bo'lsa ayol degan. Mana bu yerda shuni ishlatyapti. Agar M bo'lsa genderimiz erkak, bo'lmasa ayol yoki noma'lum degan ma'lumotni qo'shib chiqish bo'yicha ma'lumot aytilgandi. Endi case'ni ishlatishda muhim qoidalar bor. Birinchi navbatda ko'radiganimiz, case berganimizdan so'ng shartlarni birinchi bo'lib tepadan boshlab tekshiradi. Qaysi joyda javob bersa, qolganlarni tekshirib o'tirmaydi. Bu boya aytganimdek, qaysidir diapazonni tushirib qoldirsangiz ham o'sha yuqoridagi bo'yicha qolib ketadi. Mana bu yerda aytilyapti. Birinchi bo'lib tekshiradi. Agar berilgan shart skor 90 dan yuqori bo'lsa, A ni qo'yadi-da, bo'ldi, boshqalarni tekshirib o'tirmaydi. Mana shu qoidani aytilyapti. Else yozish tavsiya etiladi. Boya aytganimdek, nimadir siz yo'qotib qo'ymasligingiz uchun else yozish kerak. Agar bo'lmasa, null degan qiymat bo'ladi. Null bo'lsa, bilamizki, oldingi darsimizda ko'rdik, bir qancha muammolarga duch kelishimiz mumkin. Shuning uchun qaysidir diapazonni tushirib qoldirmaslik uchun mana shu else ni yozish tavsiya etiladi. Keyin bu yerda mantiqiy bo'yicha bitta muammo bor. Aytaylik, mana yoshi 18 dan kichkinalar minor bo'ladi, qolganlari adult bo'ladi. Ya'ni adult degani 18 yoshdan kattalar degan, bu noto'g'ri hisoblanadi. Bu aslida to'g'ri hisoblanadi, mana bu noto'g'ri hisoblanadi. Ya'ni mana e'tibor bering, 18 dan kattalar hammasi adult bo'lsin degandek berilyapti-da. Aslida siz o'zingizga kerak diapazon bilan ishlashingiz kerak. Mana bu yerda aytilyapti, 18 yoshdan kichkinalarni olaman desangiz, minor qo'yasan, qolganlari adult qo'yasan deganda. Ya'ni diapazonni to'g'ri ushlash bo'yicha, mana else qo'llash bo'yicha tavsiya berilgandi. Keyin thendan keyin biz mana e'tibor bering, kodimizda hammasida bir xil ishlatdik. Ya'ni bu yerda then deyapmizda string va string ishlatdik. Agar mana buni o'rniga son ishlatadigan bo'lsak, aytaylik 2 ishlataylik, kodimiz ishlamaydi. Chunki biz shartimizda bir xil ishlatishimiz kerak. Mana bu yerda stringmi? Hammasi string bo'lishi kerak. Agar mana uni o'rniga son yozsak, ishlashi mumkin. Ya'ni 3, 2, 1 degan narsani yozsak ishlaydi. Lekin bu yerda kod qismida u narsa turli xil formatdagi data type bilan ishlatish mumkin emas. Mana bu qoidada ham xuddi shunday aytilyapti. Masalan, yuqori, o'rtacha, kam deyildimi? To'g'ri. Bittasiga yuqori, bittasiga 0 qilish bu xatolikka olib keladi. Yana bitta joyi bor. Bu mantiqan
endi boshlayotgan, mana bizga o'xshab endi boshlayotgan xato qilishi mumkin. Keraksiz joyda case ishlatish ehtimol bo'lib ketadi. Bu nimaga deydigan bo'lsak, oddiygina aytaylik, bizda 50 dan yuqori bo'lganlarni filtr qilib ber desak, case shart emas. Where deyiladi, shunchaki 50 dan yuqori qilinadi. Case qachonki bir qancha shartlarni beriladigan bo'lsa, masalan, bu yerda bizga shart berildi-ku, yuqori dedi, bitta shart, ikkita shart, uchta shartni ishlatdik. Bitta shart bo'ladigan bo'lsa, where bilan ishlatishimiz mumkin yoki if degan bilan ishlatishimiz mumkin. O'shani o'zi yetadi. Bu shu joylariga ham biroz e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bu nazariya edi. Endi birozgina kod qismini ko'rib, keyin nazariyalarni tugatib qo'yamiz. Demak, case'ni qachon ishlatishimiz kerak deydigan joylarga bir qancha misollar ko'ramiz. Bulardan bittasi mana bu kodimizda. Aytaylik, biz mana bunday boya aytganda jinslarni yozib chiqdik yoki boshqa turdagi ma'lumotni yozib chiqishimiz mumkin. Aytaylik, siz katta ma'lumotlar bilan ishladingiz, ikkiga ajratish kerak. Qaysidir qiymatdan yuqori bo'lsa, sizni hisobotingizga qo'shilishi kerak, qaysidir qiymatdan kichkina bo'lsa qo'shilmasligi kerak. Aytaylik, siz o'sha pozitivlarni 1 dedingizda, keyingilarni 0 qilib ketdingiz. Bu nimaga foydali? Kodingiz tezroq ishlaydi. Chunki bilamizki, mana bu natijalarda yuqori, o'rtacha deganda string bo'lgani uchun SQL ishlatish sekinlashadi. Siz unga o'zingiz tushuncha bo'lishi uchun, o'zingizga oson bo'lishi uchun 1-0 berib ketasizda va hisobot paytida uni soddaroq qilasiz. Aytaylik, bizda ham mana shunday kod bor edi. Bu yerni o'ziga hisobot taqdim etishda endi bilmasligi mumkin. M nima, F nima deydiganlar uchun shunchaki case ishlatib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu joyda bizga kerak bo'ladi. When gender teng m bo'lsa, then deymizda, erkak. Xuddi shuni nusxalab mana mani f ga o'zgartiramiz. else ga inglizcha yozaylik. Chunki tutuq belgisi qiyinroq bo'ladi. End deymiz. End degandan keyin jinsi bilan kodimizni tugatamiz. Va biz bu yerda hisobotimizni tushunarli holatga keltirdik. Ya'ni m nima ekan, f nima ekan deb o'ylashmaydi. To'liq ma'lumot berdik. Mana shu joyda case ishlatishimiz kerak bo'lishi mumkin. Keyin yana bitta holati bor. Aytaylik, mana bu telefonlarda 90 kodi bilan boshlansa Beeline, 90 bilan boshlansa UCL degan joylarni ham siz ma'lumotlaringiz, ya'ni siz ro'yxatingizda 90-93 bilan boshlanganlarni oxirida case orqali almashtirishingiz mumkin. Xuddi shu narsani mana bu davlatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bizda mana bu davlatlar bor. Germaniya, USA va hokazo va hokazo. Ularni o'ziga tegishli kod bilan almashtirishimiz mumkin. Buni yana ham bitta zo'r, qulay yo'li bor ekan. Men o'zim ham hozir o'rganib oldim. Kodimizga e'tibor bering. Biz yozyapmizki, case deyapmiz. When country Germaniya bo'lsa, D yoz. Qachonki country USA bo'lsa, USA deb yoz. Yoki boshqacha deb yozyapmiz. Endi buni e'tibor qiling, mana bu kodimiz 10 marta takrorlansa, aytaylik, mana bunday. Mana shunday kodimiz takrorlansa, u qanchalik buni qayta yozish sizga rohat bag'ishlaydi. Mana shu joyda qulay yo'li bor ekan. Tepaga bitta yozib qo'yiladi. Hozir mana kodni ko'proq ko'rsatay. Mana country qaytarilmasligi uchun tepaga bitta yozib qo'yiladi. Qolgan joyga mana formatda ketilsa ham ishlar ekan. Mana shu holatda ham ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan. Umuman case bo'yicha ko'rib chiqdik. Keling, yana qaysi holatlarda ishlatish mumkinligini ko'ramiz. Bu boya aytganimdek, qaysidir qiymatlar bo'yicha mijozlarni ajratib olishimiz mumkin yoki o'sha bank bu sohasida ishlasak, kimdir ko'proq sarmoya kiritgan bo'lsa, qaysidir toifalarni berishimiz mumkin. Keyin mahsulotlarni narxlarini guruhlashda ishlatishimiz mumkin. Qimmat tovarlar, arzon tovarlar degandek. Undan tashqari buyurtmalar holatini keltirib chiqarishda ham ishlatishimiz mumkin. Mana bizda isnal degan bor edi, ya'ni isnal bo'lgan bo'lsa, qayerdadir yetkazgan vaqti yetkazilmagan degan ma'lumot berish mumkin bo'lardi. Xullas, case bo'yicha keling bir ishlab olamiz. Case bu boshlanishi bo'lardi, end tugashi, when deganda shart beramiz, then degan natija beramiz, else deganda qolgan qiymatlarni beramiz.
Umuman case bo'yicha aytmoqchi bo'lganim shular. Hali mana bu videoda ishlatilingan SQL faylni, uyga vazifalarni ham joylab, sahifamizga mana bu joyga video darsni ham joylab qo'yamiz. Bemalol saytimizga kirib yoki Telegram yoki YouTube'dagi bloglarimizda bemalol video darslarimizni ko'rishingiz mumkin. Savollaringizni bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Xudo xohlasa keyingi darslarimizda endi yana ham jiddiyroq mavzularga o'tamiz. Agregat funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Xudo xohlasa u juda ham kerakli funksiyalardan, juda kerakli bo'lim hisoblanadi. Keyingi darslarimizni o'tkazib yubormaslik uchun bizni kanallarimizga a'zo bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi darslarda ko'rishguncha.